Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun inshaalloh sizlardan apelsindan har xil ko'rinishini ko'rsatib beramiz. O'rtasidan bo'lamiz. 1 2 3 5 taga bo'lamiz. Bu qismlarni olib tashlaymiz. Buni qalin joyini shunday qilamiz. Bitta bu yoq tarafidan, bitta bu yoq tarafidan. Buni ham yarim qismigacha qilamiz. Chunki kremyankaga joylashish uchun. Kremyankaga shu holatda qo'yiladi. Mana mana shunaqa qilib joylab chiqamiz. Mana shu holat ham juda chiroyli chiqadi. Bananlarimizni bunaqa shaklda to'raganimiz yaxshi, uzun-uzun qilib. Pichoqni uzunroq. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yo'llariga fruktalarimizni qo'yaveramiz. Kivini ham bu yoq qismi bilan bu yoq qismini olib tashlaysizlar. Ikki tarafini olib tashlaysizlar. Keyin buni qilib kesasizlar, chuqurroq kirgizib. Bir tekisda chiqadi. Bularni undan ham chiroyli bo'lish uchun mana shu qismlarini olamiz. Mana. Apelsinimizni yana bitta ko'rinishi. Ikki tarafini olamiz, bosh qismlarini. O'rtasidan kesamiz. Pichoqni uchini yaxshilab tiqib, bir tekisda aylantiramiz. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Bir tekisda aylantirib olamiz. Buni ikkinchi qismini bunday qo'yib olamiz. Birinchi qismi ham turaveradi, ikkinchi qismini ham shunaqa qo'yib olamiz. Buni o'rtasidan bo'lib, bu joylari kerak emas. Tozalab olamiz. Ichiga chiroyli qilib chiroyli qilib terib olamiz endi ichiga. Apelsinimiz shunaqa chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Bananni ham shu bosh qismini olib tashlaymiz. Tegini ovorasizlar. Bir tekisda turishi uchun. Mana bir tekis bo'lish uchun teg qismini olib tashlaysizlar. Xo'p. Pichoqimizni o'rta qismiga tiqamiz. Yoniga. Shu uch taraflama olamiz. Uchta qismiga. Bu yoqdan ham xuddi shunaqa.